Endi esa ustimga chiq dedim. Men xo'p dedim, ustiga chiqdim va teskari yotdik. Biz 69 ustida yotdik. Men ohista ukama qo'tig'ini sekin-asta xuddi birinchi marta og'zimga olayotgandek sekin lablarim orasiga olib, dilim bilan yala boshladim. U esa oyoqlarimdan ushlab sekin tili bilan ammamni biz 69 ustida yotardik. Men ohista ukama qo'tig'ini sekin-asta xuddi birinchi marta o'zimga olayotgandek olishda davom etdim. Ohista ammamga labini tilini tekizdi. Hali yalashib boshlamagan bo'lsa ham shunaqa maza qilib yubordi. Sekin-astalik bilan tilim bilan ammamni yalay boshladim. Bu menga shunaqa yoqardiki, so'z bilan ta'riflashga til ojiz edi. Bunaqa kayfligini bilmagandim. Allaqachon birontasiga ammamni yalatgan bo'lardim. Men ham lazzatdan shunaqa og'zimga olardimki, ukam vaqti maza qilayotganini shundoqqina bilib turardim. Ammo u kuchsiz edi. Mana ammamni tili yuqoridan pastga aylantirib shunaqa yalardiki, jonim deb qo'tig'ini og'zimdan chiqarib, biroz lazzatdan ko'zimni yumib, yana og'zimga olishni boshladim. Men uni qo'tig'ini tuxumchalarini so'rib og'zimga olardim. Ukamaki kela boshladi shekilli, ammamga tilini tiqib, manzur tezroq asalim, deb ko'tlarimdan urib bo'shanib yubordi og'zimga. Yana yalab barmog'imni tiqib, menikini ham keltira boshladi. Shunaqa barmog'ini tiqib kayf bildirdiki, ikkinchi qo'lini barmoqlarini ko'timga tiqdi. Birinchisini esa ammamga tiqib chiqarardi. Har tomonlama lazzat butun vujudimni qamrab olgandi. Shu zalda 20 minut qilib yana bir martadan boshandik. Men sekin ukam ustidan turib, qo'tig'ini ustiga o'tirdim. Sekin-asta qo'tig'ini ustiga o'tirtira boshladim. 3 soat oldin narkozdaligida isitmasi bo'lgani uchun issiq edi. Bu safar oddiy tana harorati, shu sababli birinchida bo'lmadi boshida. Keyin ukam asta qo'llarini ko'kragimga qo'yib, ko'kraklarimni ezishni boshladi. Men esa endi lazzatni his qilardim. Haqiqiy erkak quchog'ini u ko'kraklarimni shunaqa qattiq o'z navbati bilan yoqimli ezardiki, erim unaqa ezolmagan. Hayasimda bir marta ichib kelganda shunaqa ezgandi. Men esa tobora lazzat koniga kirib borardim. Ikkalamiz ham yana deb ovoz chiqarardik. Ukam sekin qo'lini ko'kraklarimdan olib, ko'tlarimdan ushlab, ko'tarib tushira boshladi. Men esa yana ham lazzat olardim. Sekin ustimdan tushib, baton qo'yib do'ng bo'lib turdim. U esa o'rnidan turib, bellarimdan ushlab, qo'tig'ini ammamga ishqala boshladi. Shunaqa ishqalardiki, sekin-asta chiqarib turardi. Juda mazali. Deb do'dib yubordim. Shunaqa azart bilan sikardiki, xuddi jalapusi yotgandek ko'tlarimdan urib sikardi. Bu esa menga vaqti yoqib tushdi. Men ham u har urganda jonim davayski qattiqroq urib qonatib turdim. Bir payt u sikib ichimga bo'shanib yorsa bo'ladimi? Ichimga issiq spermasi tushganda vaqti maza qilib yubordim. Siraz o'rnimdan turib qo'tig'ini so'rib, spermani qolganini yutib yubordim. O'sha kuni rosa maza qildim. Shundan keyin bir haftacha xohlamay yurdik. Ikkalamiz ham, ammo biz baxtli oila edik. U xuddi meni erimdek. Men esa uni xotinidek yashardik. Uyimizga odam bo'lmasa kechqurun sikishsak ham birga uxlardik. Men erimdan keyin haqiqiy erkakni topgandim. Ukama tobora sevib qolayotgandim. Qizlar bilan telefonda gaplashsa shuni qarash qilardimki, bazoq chidab turardim. Jonim, e'tiboringiz uchun rahmat.